Assalomu alaykum obunachilar. Mana yana bir xizmatimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu xizmatimizda oq va shokolad rang tunukalarımizdan foydalangan holda go'zal holatda qilib yana bir xizmatimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Ko'rishingiz mumkin, bu xizmatimizda ko'cha shapka, dorixona va ichki shapkalarni qilib berganmiz. Mana ko'cha shapkalar juda ham go'zal holatda sikromli bo'lib bitgan. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratidan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tunkaning bukilishi va ustma ust qattirishi ham bor. Shunisini ham inobatga olib qo'yamiz. Mana ichki shapka va dorixonalar, mana dorixonalar juda ham go'zal holatda qilib bittirilgan. O'rtalariga oq ko'shmishlarımizdan qo'yib bergan holda juda ham go'zal holatda. Azizlar, biz oldin faqatgina vodiy bo'ylab ishlayotgan edik. Hozir Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham ish boshladik. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Mana ichki shapkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ichki shapkalari ham xuddi shu ranglarda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Mana bu tomonlari ham juda ham go'zal holatda. Azizlar, eslatib o'taman, biz faqatgina vodiy bo'ylab ishlayotgan edik. Hozir Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham ish boshladik. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Azizlar, ishimizni ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni uyga tunka fon qidirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.